Assalomu alaykum. Alaykum salom. Zamira opajonim, sog'misiz, salomatmisiz? Siz bu? Kayfiyatlaringiz yaxshimi opajon? Kimsan? Biz sizni ayni damda yaqinlarimga tabrik loyihasidan qo'ng'iroq qilib bezovta qilyapmiz opajon. Xondan Shahlaxon bo'laman. Alo. Opajonim, sizni yaqinlarimga tabrik loyihasidan qo'ng'iroq qilib bezovta qilyapmiz. Rahmat. Xondan Shahlaxon bo'laman opajonim. Rahmat. Bugungi Allohimga suyukli banda Habibimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lgan kuningiz bilan chin qalbdan tabriklaymiz opajon. Rahmat. Sog' bo'ling. Sizni bugungi shodiyona kuningiz bilan yaqin oila a'zolaringiz, duogo'y mehribon onajoningiz Gulchehra onamiz nomidan, aziz va qadrli umr yo'ldoshingiz Nuriddin akamiz, jannat eshiklarining kaliti bo'lmoq farzandlaringiz Jamshidbek va Shahzoda, Nodirbek va Izzatbek nomlaridan, qolaversa jondan ham aziz yaqin bo'lgan jigarlaringiz, ukalaringiz Ulug'bek akamiz va Azamat ukangiz, singillaringiz, sirdoshlaringiz Fatima opamiz, Gulasal, Dilfuza, Navbahor, kelinlaringiz Madina va Nuquljon nomlaridan, Mahliyoxon, Muxlisa, Sharafxon, Rayhona va Oydinoy nomlaridan ham chin qalbdan tabriklaymiz. Rahmat katta. Opajonim, bugun hammasi sog' bo'linglar. Ilohim opajonim, aytganingiz kelsin. Bugun bizning loyihamizga bitta sizga yaqin bo'lgan bir inson o'z maktublarini, dil izhorlarini yo'llabdilar opajon. Taxmin qilib ko'ra olasizmi? Ushbu go'zal, samimiy tabrik egasi kim bo'lishi mumkin? Shu o'zimning jigarlarimda. Bugungi shodiyona kunda sizni barcha tabriklashadi, qutlashadi. Keling, men sizni o'ylantirmagan holda aytib qo'ya qolaman. Bu sizni jondan ham ortiq yaxshi ko'ruvchi, hurmat qilib e'zozlovchi singlingiz, sho'x va shaddod jiyaningiz Irodaxon opamiz bo'ladilar. Katta rahmat, Xudoyim baxtimga sog' bo'ling. Ularning yozgan maktublarini sizga o'qib eshittirsam maylimi opajonim? Rahmat katta. Assalomu alaykum qadrli va mehribon ammajonim. Sizga tilagim shuki umringiz bahorday go'zal, qalbingiz doimo xotirjam, yuzingizdan tabassum hech qachon arimasin. Hayotingizning har bir kuni quvonchli xabarlar, samimiy insonlar va unutilmas baxtli lahzalarga boy bo'lsin. Siz biz uchun mehringiz, samimiyligingiz va yaxshi so'zlaringiz bilan doimo alohida qadrlisiz. Ilohim Alloh sizni uzoq umr va mazmunli mustahkam sog'lik, oilangiz bag'rida cheksiz baxt va farzandlaringiz, yaqinlaringiz rohatini ko'rib yurishni nasib qilsin. Har bir yangi yoshingiz avvalgisidan ham fayzli, baxtli va go'zal bo'lsin. Tavallud kuningiz qutlug' bo'lsin, go'zal va latofatli ammajonim debdilar. Rahmat katta, Xudoyim baxtimga shu qizim ham sog' bo'ling. Ammajon bilan to'pda maktablarga direktor bo'lgan. Ilohim ko'rgach qizimning. Ilohim opajonim, sizning ham umringiz uzoq, rizqingiz ziyod bo'lsin. Ular siz uchun maxsus she'r ham yo'llabdilar opajon, o'qib bersam maylimi? Mayli. Ammajon, siz buncha yaxshisiz. Oilamizning nuri, qalbim naqshsiz, dadamning jigari, davlatimizsiz. Ammajon, siz bizning savlatimizsiz. Bunchalar yoqimli tarovatingiz, menga o'tgan sizning mahoratingiz. Har uyimizga kelganingizda bosib turar sizning salovatingiz. Ammalar ichida a'losidirsiz, gullar ichrasiz ra'nosidirsiz. Oilamizni jam qilib turgan umrimizning bir ma'nosidirsiz. Sizdan kelib turar otamning isi, otamning mehrini sizda ko'raman. Siz dunyodagi eng yaxshi ammajon, men sizni yaxshi ko'raman debdilar. Katta rahmat qizim. Hammasini jigarlarimni, hammasini rahmat. Xudoyim baxtimga hammasi sog' bo'ling. Hammasining borini shukr. Ilohim opajonim, bularning barchasi sog' salomat bo'linglar.
Bularning barchasi siz uchun maxsus Irodaxon opamiz nomlaridan edi. Opajonim, ayni damda suhbatimiz yozib olinmoqda. Oilangizga, yaqinlaringizga va Irodaxon opamizga bo'lgan niyatlaringiz bo'lsa, siz ham yo'llashingiz mumkin, opajon. Yaxshi. Xudoyim Iroda qizim. Sog' bo'lsin. Ruhli taqlib olsin, shu bolalarim rohatini ko'ravergaydi. Martadan bundan baland to'xtab shu maktablarga, direktorlarga yurgaydi. Aldimda hamma vaqtda yurgaydi. Ularni opam, ukamlar, singillarim, bolalarim, shukrim, sotog'im, hamma qizim deb aytgan kelinim hammasi aldimda yurgay, vaqtim olsay. Lekin niyatlar, tilaklarimiz hammasini Xudoyga yetiravergay. Ilohim opajonim, tinchlik bo'lg'ash yurtimizda tilaklarimizni o'zi yetirgay Allohim. Hammasini boridan shukr. Aytganingiz kelsin opajonim. Hamisha yaqinlaringizning ardog'ida, Allohimning panohida bo'lib yurgaysiz, opajon. Amin. Sizlarga katta rahmat. Shunday e'tiboringiz uchun hammangizga sog' yurgaysiz, biz oilasimda. Mayli opajonim, tavallud ayyomingizni yaxshi kayfiyatda o'tkazishingizni tilab qolaman, opajon. Rahmat. Rahmat katta hammaga. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yaxshi ko'rganlarning hammasiga katta rahmat. Vaqtini hamma sog' yurgay. Rahmat opajonim. Rahmat. Yaxshi sog' bo'ling. С днем рождения льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. Понедельник или среду, мне без разницы, приеду, потому что день особый на табло календаря. Хоть на Мазде, хоть на Порше, хоть на Жигули до Польши, ничего не надо больше, просто быть возле тебя. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. С днем рождения льются